uzoqqa bormaysiz. 1 yil 2 yil yaxshi, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik. Kimni haqqini bermay qo'ygan bo'lsa, uyda ishlatib bir o'ylaylarni olib borib beringlar. Modomiki shu uyda yashamoqchimisiz, shu uyda baraka topmoqchimisiz, bering. Rasululloh deganlar, peshonasidagi terisi qurimasdan turib ber, ishlatgan ijarachi deganlar. Demak, as-sittir degani birinchi ma'nosi to'sish, berkitish, yopish. Yana bir ma'nosi uzoq qilish, saqlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjay mutahharalardan Oysha roziyallohu anha aytadilar, bir kuni meni uyimga ikkita qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi, tilamchilik qildi. Uyda bir dona xurmo bor ekan, shu bir dona xurmoni olib chiqib berdi.